Assalomu alaykum. Mana bugun o'lkamizda, yurtimizda ulug' bayram, ustoz va murabbiylar bayramini nishonlash arafasidamiz. Shu munosabatdan foydalanib, barcha ustoz va murabbiylarga ishlarida omad tilayman. Bayram muborak bo'lsin. Shu bilan bir qatorda mana shu bugungi faoliyatimda yonimda ko'makdosh bo'layotgan va bu butun bilimlarni ayamasdan men uchun ayamay o'rgatayotgan ustozim Mo'g'abay va Gulchehra Po'latovnani chin qalbimdan tabriklayman. Boringizga shukr, rahmat ustoz, shuncha bergan bilimlaringiz, saboqlaringiz orqali men shu hozirgi faoliyatimni olib boryapman. Assalomu alaykum. Barcha ustoz va murabbiylarni bayram bilan muborakbod etaman. Shu jumladan ustozim Harbiy va Oshaxon oyamlarni bayram bilan muborakbod etib, bergan saboqlari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat ustoz. Qadrli ustoz va murabbiylar, sizlarni kasb bayramingiz bilan muborakbod etaman. Sizlarning bu mashaqqatli kasbingizda omad hamisha yor bo'lsin. Ustozlar bayram muborak bo'lsin.